Nima bu? Nimasan san? Deydiganlarga. Tabiiy vermikulit. Qayerdan olinadi deganga. Mana shu yerdan olinadi o'rtoqlar. Salom. Mana shu yerdan olinadi. Karyer, Qoraqalpog'iston, Qoratog'. Endi videoda chuqurligi bilinmaydi. Ishonavering, mana shu yoqqa ekskavator butunligicha sig'adi. Ikkita ham sig'adi. Ustma ust qo'ysa ham. Yo'q, endi ketdi. Mana shular hammasi ko'shi ilingan, ilinmagan, ekskavator olgan, ololmagan, o'shancha katta-katta toshlar qolib ketgan. Vaholanki bularni ham hammasini ishlatsa bo'ladi. Bularda hammasida tarkibida vermikulit bor. Tabiiysini ko'rsatay dedim. Savollar ko'p. Nima bu? Endi boshqa narsa ko'rsata olmayman, chunki boshqa narsa hozir ishlab chiqarmayapmiz. Mana shu narsa, xudo xolasa, vermikulit. Sekin-sekin odamlar bilyapti. Dehqonlar ishlatadi, qurilish ishlatadi. Profilga o'tsanglar, ko'proq ma'lumot bor, video bor, internetda ham juda ko'p narsa bor. Shunaqa. Yo'lakay, yana bir ma'lumot. Qayerdan qanaqa nimaligi.